Do'stlar, yana Weekend Games. Kelar mana. Hozirdan to'xtatdim. Oldim mana böyle. Qo'y deyapti. Bu o'yinning nomi yani City Shop Simulator. Nima deyapti endi bu? Bizor qord. Open deyapti, och deyapti, eshikni deyapti. Sirtga ham qo'yadimi? Tashqariga. Qarshi yoz odam ko'rarkan, odamni deb gapirib. Saqatdan bilasan bu odam aynan shu odamga ishon. Hozir mana. Ana. 3 ta optim, молодцы. Rahmat. Mana 1 2 4 va ana rahmat. O'g'lasi. Kam qoldim. Yeb qolinglar bizada. Hamma narsa bor. Faqatgina shu qo'qon bor bo'lgan. Ana, hop. Obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Keyingi videolarimiz qanaqa o'yin bo'lishini kommentariyada yozib ketinglar. Chiqarib qo'yingman. Qimmat deyapti mana, qimmat deyapti. Nima qilamiz? Shunday tashqariga chiqib, ilyapti hozir bizlar magazinga buzadi. Yeba. Mana sotamiz bizda. 91 ming so'm bo'lib. Chexin qilib olsak, bu yoqda yeba. Nima qildim? Ketayina. Ana. Olamiz. Joyimiz chiq. Xohlasa bu do'konni katta biznes do'kon qilamiz biz. Keyingi bu hali birinchi qism, ikkinchi qismni albatta chiqaraman do'stlar. Katta bir biznes qilishimiz kerak. Buni taxlagancha videoni to'xtatib turaman. Toza hayot, toza havo, danga dova biza do'konni. Endi do'konni ochamiz. Taklif deydi, open bo'ldi. Kep qolinglar. Barcha narsalar bizada. Qani? Opa keling. Lippa o'ynarsangiz o'z narxida beramiz. Keling. Mana joying bu o'rnash olay hop. Oling, hamma narsamiz bor. Narxlarni ham qo'yib bo'ldik biz. Bu yoqda tutib. Sizga shunda 25 ming qaytib. Yeba. Yo'q oldi mana 25 so'm. Shu tangani olmaganda nima bo'ladi? Nima qilamiz? Короче, 20 teng sizga sovg'a. Qimmat deydimi? Pastani jinnimi yo bu? Pastda hayot sizga qimmat. Bizga nima bu? Pastani qatdan ko'rsa. Nomini ko'rib olay hozirmi? Qani pastda. Bu pechine nom bo'lsa. Yo'qolay, Zaynaboddin.
qimmat deyapti hamma narsani. Ey! Bu odamlarni ko'ndirish. Hozir qimmat desang yeysamanda. Ha, olani. Qasam qimmat dedi, qaranglar. Mana olasizda bab olasiz. Mendan boshqa. Nima? Qo'shib ketdim. 9,75. Bay demang menga. Bu. Mayli, openda tursin qani. Bundan boshqa nima qilishimiz kerak? Bo'lasiz, okey? Qimmat deydimi? Assalomu alaykum. Sochingizni oldirsangiz bo'lar ekan. Qirqtirib yuborsangizmi? Mayli, gapda mayli odamlarga. Hamma gapda o'sh. Hoppala, qani. Hop. Ana. Assalomu alaykum. Va rahmatullohi. Короче, olgan narximizdan qimmat dedi qaraylovchi kim? Aytdimmi? Pasta nima o'zi? Balolar ko'tarib keladi hozir. Nima endi? Necha ming qat berishimiz kerak? 14 ming. Inson foyda qildik. Ana ikkinchi yana keldingiz. Nima uyingizda nima qolibdi? Kampiringiz borvordimi? Pasta deydimi? Jonga tegdingiz-ku, brat. Hammang pastani qimmat deyapti. Hozir pastani. Voy, qancha pul so'zyapsiz? 15 butun nima deysiz? Pul odam yo'ryapti. Bizning bo'ldi keting. Jonga tegdi mana keting. Odam kelyapti. Aha. Mana. Assalomu alaykum. Do'konni yopaylik. Bo'ldi. Jigarlar, shu bilan bugungi video tugadi. Xudo xolasa ikkinchi City Shop o'yinimizni mana ikkinchi chiqaramiz. Do'stlar, xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishamiz. Sizlar bilan Viking Games bo'ldi. Kommentariya, obuna, like bosib qo'yishlardan video chiqarib mazza qildiradigan bizdan bo'ladi jigarlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Ko'rishguncha do'stlar.